Assalomu alaykum. Men Normat Bizatjon, Xalq radosi bekat boshlig'i bo'lib ishlayman hozir. 2023-yil 4-aprel sanasida Chilonzor bekatida ish faoliyatini boshlaganman. Chilonzor bekatida poyezdlarni kutib oluvchi va kuzatuvchisi bo'lib ishga kirib kelganman. Institut bitirganimizdan keyin shu Chilonzor yo'nalishiga ishga tushganmiz. Hozirgacha shu Chilonzor yo'nalishida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Xo'p, bekat boshlig'i bo'lib tushganimga, Xalq radosi bekat boshlig'i bo'lib 2025-yil 4-apreldan, ya'ni kelgan shu 4-apreldan shu bekat boshlig'i bo'lib Xalq radosi bekatiga kirib kelganman. Xalq radosi bekatida xo'p, 1 yildan, почти 1 yilga yaqinlashib qoldi ishlatganimga, metropolitenda qachon ochilgani nima bo'lgan hammasini o'rganib chiqdim. Xalq radosi bekati 1977-yil 6-noyabrda ish faoliyatini boshlagan Chilonzor yo'nalishi. Hozirga kelib metropolitenda elektr stansiya. Bundan qariyb 77 kilometrdan oshib ketgan uzunligi. Turistlarga yoki mehmonlarga ko'p bo'ladigan bekatlardan biri Xalq radosi bekati, Alisher Navoiy, kosmonavtlar bekati. Hozirda yo'lovchilar oqimi juda ham ko'p va turistik joy hisoblanadi. Metropolitenda boshqa davlatlardan mehmon bo'lib kelgan yo'lovchilar, fuqarolar shu bekatlarimizga borib, shu bekatlarni manzaralarini, chizilgan rasmlarni hammasini bemalol ko'rib, tomosha qilib, rasmga tushib ketishmoqda. Xo'p, ish faoliyatim ertalabki soat 8:00 da boshlanadi. 8:00 da kunduzgi navbatchilikka kelgan ishchi xodimlar bilan yig'ilishdan, ya'ni ertalabki beriladigan birinchi tavsiyalar bilan boshlanadi. Kunduzgi navbatchilikka kelgan har bitta xodim bilan tushuntirishlar olib boriladi. Kun mobaynida qanday ish faoliyati olib borish haqida. Xo'p, undan keyin kun davomida o'zimni qiladigan lavozim bo'yicha, yo'riqnomam bo'yicha ishlarim bor. Uni olib boraman va smendagi, kunduzgi smendagi ishchilarni ishini kontrol qilib boraman. Toshkent metropoliteni tongi soat 5:00 dan kechqurungi soat 12:00 gacha o'z ish faoliyatini olib boradi. Bu vaqt ichida bekatimizda 4 ta smena bo'lsa, 4 ta smena almashib o'z ish faoliyatini olib boradi. Hozirgi kunduzgi vaqtdagi smendagi ishchilar bilan biz ko'rib turibmiz. Bekatimizda bekat navbatchilari, eskalatorlar, operatorlar, kontrolda turadigan kontrolyorlar bo'ladi. Ishchilar, operatorlar o'z faoliyatini olib boradi. Xo'p, men ish faoliyatim soat 5:00 da tugaganligi uchun kechki tungi navbatchilikka keladigan ishchi xodimlar bilan o'zimni plan o'rganimni o'tib, yig'ilishimni o'tib, tunda qilinadigan ishlarni, tozalik ishlarini aytib, uyga ketaman. Lekin tunu kun biz baribir kontrol qilib turamiz ishchilarni, qanaqa ish faoliyatini olib boryapti, nima ish qilyapti, hammasidan ogoh bo'lib turamiz.